O'zbekistonda hammani muammosi uyda qanaqa qilib issam bo'ladi deyshadi do'stlar. Sizlarga eng qulay usullar bitta joyda yoqasiz, 10 ta, 20 ta yoki bo'lmasam 5 ta xonangiz bo'ladi. Bu katta kvadratli joylar bilan qizig'i yo'q do'stlar. Xohlaganlarincha do'stlar bitta joyda o'zdan любой xonalarni bemalol istalang bo'laveradi do'stlar. Kichkina xonadan boshlab turib katta xonagacha, ofislar, xonadonlar, bog'chalar desam, xususiy maktablar deysizlarmi, любой joyga tushib ketadigan universal narsa ixtiro qilishdi do'stlar. Xo'p, Ayibxon haqiqatda o'zi aytganda xonadondan tortib boshqa ishxona любой joyga o'rnasa bo'laveradi. Universal hamma joyga tushadi. Universal. Bitta joydan zapravka qiladi, hamma yoqda isitaveradi bemalol. Do'stlar, hozirgi kunda yozda bilasizlar, hamma yozgi kunda uyni remont qiladi, qishga tayyorgarlik ko'radi. Sizlar uchun eng qulay usullar, eng zo'r usullar do'stlar chegirma narxlarda xudo xolasa mana shu qulayliklarimizni aytib o'tib ketamiz. Hozirgi kunda olishadigan bo'lsa ozmoq chegirmalari bo'ladimi xudo xolasa Ayibxon? Har juma $50 skitkasi bor. Har juma $50 skitkasi bor xudo xolasa. Lekin hozirgi kunda do'stlar buni sezonni boshlanadigan bo'lsa, kamida 1 oy yoki bo'lmasa 2 oy kutishdan kerak bo'ladi. Lekin hozirgi kunda oladigan bo'lsa, nalichida tayyorlari bor, xudo xolasa. Necha kunda anaqa berasizlar xudo xolasa? 3 kunda uzag'i bilan. Xo'p, necha kvadratdan boshlab necha kvadratgacha bo'ladi sizlarda? 150 dan 500 gacha. 150 dan 500 gacha bo'ladi. Necha yilga garantiya beriladi? 3 yil garantiyasi bor, 1 yil servisi bilan. Xo'p, dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavkalari shahar markazigacha bor, yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi, xudo xolasa, hammasi. Bu nima deganlar uchun do'stlar, biz har doimda Nur Techno Group aqlli katyolari 2026-yilda yangilangan versiyalarni narxlarini tanishtirib o'tib ketamiz do'stlar. Xudo xolasa, bularda do'stlar hozirgi kunda narxlar nech bilan bo'lyapti? Eng asosiysi hozir aytgandek bitta joydan yoqasiz. Xohlaganlarincha xonalarni bemalol istalgan bo'ladi. Kvadratga qarab turib, bemalol o'lchab turib, zakaz berishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, avvalambor Ayibxon qani birinchi bo'lib xonadonning egasi katyol olishdan oldin nimalarga ahamiyat berish kerak va qanday tartibda buni o'lchanadi va qanday tartibda sizlarga zakaz berish kerak bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda katyolda asosan qanaqangi xizmat qilishiga e'tibor berish kerak. Misol uchun qayerda mahsulotligiga e'tibor berish kerak. Misol uchun hozir katyol chiqaradigan joylar ko'p. Oddiy yasab sotadiganlar bor yoki misol qo'lda ishlab chiqarib sotadiganlar bor. Endi qo'pol qilib aytganda qishda bor bo'lib, yozda yo'qolib qoladiganlar bor. Shunaqangilardan ehtiyot bo'lish kerak, iloji boricha. Keyin asosan servisi bilan garantiyasiga e'tibor berish kerak. Misol uchun hozirgi kunda hamma joyda qog'oz gapiradi. Misol o'sha qog'oz bo'lgan joyda keyin dogovor bo'ladi. Misol servis xizmati, misol bor deyilyapti videolarda, lekin biz ko'rganimiz yo'q deyishyapti. Iloji boricha biz o'sha narsalarni servis xizmat ko'rsatilgan videolarni ham biz gruppamizga, o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarimizga joylaymiz. Joylashtirib bo'ladi. Odamlarda ishonchi oshishini hisobiga, misol qanaqangi muammo bo'lsa, borib to'g'rilab berilyapti. Hali ko'p klientlarimiz Qoraqalpoqdanmiz, Xorazmdanmiz, bizga yetib keladimi o servislarni deb savol berishyapti. O'shanaqangi vaziyatlar bo'lmasligi uchun ham biz o'shani oldini olish maqsadida videolari bilan, isboti bilan gruppamizga tashlab hammasini ko'rsatilyapti. Eng asosiysi o'sha servisiga e'tibor berish kerak. Misol uchun bu narsani odam foydalangani oladi. Foydalanmasdan uyga olib bir chekkaga qo'yib qo'ymaydi pulni band qilib. Qishki kunida bu o'sha o'ziga misol effekt berib, foyda bersa, o'zi issiq uyda o'tiradi. O'shanaqangi holat uchun bu narsa olinadi. Bu narsa olinadi. Ha. Eng zo'r tomon do'stlar, misol uchun deylik, mana biz misol o'tgan yil yoki undan oldingi yillarda o'rtacha aytadigan bo'lsa, 3 ta xona uchun Savetda o'zi 4,5 million so'm rasxod qildik. Lekin bu 4,5 million so'm bilan siz misol uchun 3 ta xonani biz bir 10 ta yoki bo'lmasa 8 xonani bemalol sizda bo'laveradi. Ana shu rasxod bilan. 12 tagacha. Undan ham kamroq holatda bo'laveradi. 5 ta, 4 ta radiatorlarga qarab. Agar misol 200 kvadratligini olib turib, men 4 ta xonamni istaman, 3 ta xonamni istaman degan bo'lsa, misol bularda hozirgi holati обычный расходи 50 kilo bo'lgan bo'lsa, 4 ta xona yoki 3 ta xona istagan bo'lsa, unaqangi variantda misol uchun rasxod taraflama ancha kamayadi. Ancha kamayadi. Ha, asosan ko'mirning kaloriyasiga ham bog'liq bo'ladi. Keyin katyolni o'zini listiga, katyolni foydalanadigan dimohotiga, keyin tozaligiga alohida e'tibor berish kerak. Misol uchun katyolda ichki sistemni kitoblarim mabodo qurum bo'lib, konsert bo'lib, to'lib qoladigan bo'lsa, bu narsa issiqlik o'tkazdirmaydi. Katyolingiz yonaveradi, betdan issiqlik bermaydi, katyoldagi suv qizimaydi. Shunaqangi holatda rasxod taraflama ko'payoradi. Bunga ham misol uchun mashinaga o'xshab mehr berish kerak. Mashina moyqasiz toza bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa, buni tozalab turish kerak bo'ladi. Rasxodi kamayadi. O'zlariga effekti yaxshi bo'ladi. Ham arzonroqqa tushadi misol uchun ko'mirlar kaloriyasi.
Ana do'stlar ko'ringlar. Xo'p, ya'ni nima demoqchiman do'stlar? Ya'ni 3 million, 4 million sarflab turib 3 ta xonani isitishga harakat qilasiz, lekin siz o'ylagandaqa effekt bermaydi yoki bo'lmasa o'sha 3 million, 4 million so'm rasxoti bilan bemalol 10 ta 15 ta xoningizni siz o'ylayotgan darajada bemalol isitishning imkoniyati bo'ladi. Endi bu qancha kvadratga qarab, misol 2 million rasxot olishingiz mumkin, 3 million rasxot olishingiz mumkin, shunga qarab turib. Keyin ko'pchilik savol beradi, Ayibxon, buni sotib olayotgandan keyin topli polni divayni hisoblanadimi yo bir xil hisoblanib ketiladimi? Ha, shu narsaga to'xtalamiz. Hop, topli polda radiatorga nisbatan ko'p suv aylanganini hisobiga, misol uchun telefon qilsa ham o'zlariga biz tushuntiramiz. Misol 100 kvadrat topli polim bor, o'shanga 150 kvadratlik kotel qo'ysam bo'ladimi deb savol berishadi. Radiatorga nisbatan ko'p suv aylanganini hisobiga, misol radiatorlarda o'rtacha 1.8 aylansa, topli pollarda 2.1, 2.2 shunaqangi atrofida suv aylanadi. O'shani hisobiga radiatorlar 2x hisoblanadi. Hop, 100 kvadrat topli pol bo'ladigan bo'lsa, 200 kvadratli kotel qo'yishlari kerak bo'ladi. Ana o'shanda, misol uchun, effekti yaxshi bo'ladi. Kotelning ichidagi suv sistemadagi suvni 3 dan 1 bo'lishi kerak kotelning ichida. O'shanaqangi holatda, misol uchun, ulgurib keladi. To u sistemada aylanib kelib, yana kotelga qaytib kelgungacha suv muzlab, sovib qolish holati kuzatilishi mumkin, kichkinaroq olib qo'yilsa. O'shani hisobiga o'ziga mos bo'lgan kotelni olsa, o'shanaqangi holatda sirkulyatsiya nasos orqali aylantirib, effekti yaxshi bo'ladi. Effekti yaxshiroq bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, endi misol uchun deylik, sizlardan kotel olishadigan bo'lsa, bular ko'mir tanlaydimi yoki tanlamaydimi? Hop, bular ko'mir tanlamaydi. Ko'mir tanlamasligiga asosiy sabab bularning motorida keyin shinagida. Motori bu Xitoy motor, rossiyskiy motor qo'ymay qo'yganmiz. Xitoy motor garantiya bilan beriladi, hech qanaqangi muammosi yo'q. Yangi upakovkadan ochiladi. Bular 750 watt. 750 watt. Ha, reduktorlari ham o'ziga mos, bular mana 550 watt. Bular kichkinaroq model. Misol uchun biz narxini aytamiz, nimalarda, telefonlarda aytamiz aka, $950 dan 2,5 minggacha. Motorida farq qiladi deymiz, shinagida, listida, ichki chugunli kabina emasligida shularda farq qiladi. Bular 550 watt, bular 750 watt. Turishdan farqi bor. O'zi mana telefon bu kichikroq, bu kattaroq. Kattaroq. Reduktori ham o'ziga mos bo'ladi. Bu o'sha motori katta bo'lganligini hisobiga, shuning baquvvat bo'lganligini hisobiga ko'mir tanlamaydi deb bemalol qo'rqmasdan aytaveramiz. Mana hozir ichiga ham solib qo'yamiz. Bitta ko'rsangiz bo'ladi. Ichiga ham misol uchun hoka aralashtirib, katta, mayda, kichkina hammasi bor. Tagida kattalari bor, o'rtasida mayda, tepasi hoka bilan to'ldirilgan. Bu nimaga solingan? Misol uchun kotelni tekshiruvi qanaqangi bo'lishi kerak? Kotelni tekshiruvi oddiy rayka yoki bakalashga yoki qo'pol qilayotganda paypoq bilan bo'lmaydi. Uni ustiga ko'mir solish kerak, motorda aylantirish kerak, unga nagruzka berish kerak. U orqaga qaytadimi qisganda u motor o'sha narsaga javob beradi. Misol gapiriladi, orqaga qaytadi deyiladi. O'sha narsalarni isbot bilan ko'rsatish kerak. U bakalashga tiqib, rayka sindirib, unaqangi narsa tekshiruvga o'tmaydi. Iloji boricha, ichini o'sha nagruzkaga to'ldirish kerak. Bunker necha kilo olishini aniqini bilish kerak, keyin uni ishga tushirib ko'rish kerak. Ana o'shanaqangi holatda tekshiruvdan o'tsa, ham o'ziga plyus, ham klient ko'payadi. Misol uchun klientga qo'rqmasdan o'yra bo'lib gapiradi, aka. Mana shu ko'mirni solasiz, bemalol universal tiqilmaydi. Xohlagan ko'miringizni solib aylantiraverasiz deb aytilsa bo'laveradi. Hozir mana bu yerda 3 xil ko'mir bor, katta, mayda, bu yerda o'rtacha. Misol uchun buni olib yoqsa ham bu holatda yonadi, buni olib yoqsa ham bu holatda yonadi. Nimaga bu holatda yonadi? Bu holatga olib kelish uchun shu motor baquvvat bo'lishi kerak, shinagi baquvvat bo'lishi kerak. Ha, shinagi maydalab turib, baribir shu holatda garelkaga olib boradi, garelka orqali yonadi bular. Juda ham zo'r do'stlar. Ya'ni showroomlarga keladigan bo'lsangiz, do'stlar, mana shunday holatda o'zlari tavsiya berishyapti, qanday modelda olishi. Undan tashqari mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, narxlari, qisqacha modellari har bittasi qanaqa qo'shimchalar, hammasini mana shu yerda yozib qo'yilgan. Ha, hammasi yozilgan bu yerda. Ya'ni mana shu yerga qarab turib, o'zidan xohlagan variantlarni bemalol tanlashga imkoniyatlar bo'ladi. Tanlasa bo'laveradi. Bularni o'zini tashab beramiz. Xo'p, keyin rasxot kamaytirish nimasiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zi rasxotda nima qilib kamaytirish mumkin bu aqlli ko'mir kotelni? Misol uchun ko'pchilik o'ylaydi, qanaqangi qilib kamaytirsam bo'ladi deb savol berishadi. Xo'p, uni qanaqangi qilib kamaytirish mumkin? Asosan savol berishyapti, kotelni deyishyapti, yoqqanimizdan keyin misol 50 kilo rasxot qiladigan bo'lsa, biz uni qanaqa qilib kamaytiramiz? Birorta sistemani o'zishimiz kerakmi yo boshqa qilishimiz kerakmi? Miyada birorta nastroyka bormi? Yo'q, unaqangi qilib emas, uni qo'shimcha jihozlariga e'tibor berish kerak. Misol uchun hozir bularda ichki ko'rinishi oddiy list. Bu yerda olov yonadi. Misol kotel svet o'chgandan keyin o'chadigan bo'lsa, list misol uchun yarim soat, 40 minut, 1 soatga bormaydi, soviydi. Sovishni boshlaydi. Soviydi. Keyin bu holatda misol uchun o'sha rasxotni qilaveradi, lekin buni biz o'sha chorasini topganmiz, ya'ni chugunli kabina unisida bor, unisini ko'rsatamiz. Polni chugunli qilib uni misol
Chugun oddiy narsa, misol gapirilishi mumkin, oddiy narsa oldin foydalanilgan, hozir misol effekti bormi yo'qmi deb savol berishadi. Bu narsani effekti yaxshi. Nimaga? Olov yonadi, bu chugun erimaydi, zanglamaydi, chirimaydi, boshqa qilmaydi. O'zida 1200 gradusgacha issiqlik ushlash qobiliyatiga ega, kerak bo'lsa 1,5 minggacha ushlaydi. Buni foydali tarafi nima? Oddiy lis обычный holatga nisbatan katyol o'chgandan keyin ham betda ham, orqada ham issiqlik, bu eshigida ham issiqlik ushlab qolganning hisobiga bu katyollar ichidagi suv yarim soatda emas, 1 soatda yoki 1,5 soatda yoki 2 soatgacha borishi mumkin. Ko'mirda kaloriyasi yaxshi bo'lsa, katyol o'chgandan keyin ham misol uchun sirkulyatsiya nasosida o'zi aylanib tursa, bu katyolni misol rasxod tejashga ham nima beradi? Foyda beradi. Ya'ni ko'mirda kaloriyasi baland bo'lsa, bu narsa issiqlikni yaxshi ushlab tursa, katyolingiz misol 10 minutda u gradusga chiqadigan bo'lsa, katyol yonib tura olmaydi, misol u gradusga chiqqungacha. Bu bitta ushlagan gradusini o'zida ushlab tura oladi. Ancha vaqtdan keyin soviydi. Ha. Shu narsalarga e'tibor berish kerak, iloji boricha. Imkon qadar shularni. Misol uchun klientlarni o'zi telefon qilgan paytdan biz aytamiz, aka, sizni qanaqangi katyol qiziqtiryapti. Misol savol berishadi, bizga sifati yaxshi bo'lishi kerak, issiqlikni yaxshi berish kerak, effekti yaxshi bo'lishi kerak, baquvvat bo'lishi kerak. Ultra modelni misol uchun undan oldingi yili ham, o'tgan yili ham, undan oldingi yili ham eng ko'p sotilgan model Ultra Magnum modellarini ichi to'liq chugun bo'ladi, motorlari katta bo'ladi. O'sha variantda misol uchun xonadon uchun effekt beradigan yaxshilari. Ham bular rasxodga nima? Tejaydi, rasxod tejaydi, ham issiqlikni o'zida katyolni o'zida yaxshilab ushlab qoladi. Ha, chugun borligini hisobiga. Agar mablag'lariga qarab turib, oddiy обычный holat desa ham olsa bo'laveradi. Lis holat desa ham qilib bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, endi demohotiga keladigan bo'lsak, demohotlarga ham alohida e'tibor berish kerak. Demohot nerjaveka, ichi tashi, o'rtasi stiklovata bilan yoki bazalt bilan izolyatsiya qilingan. Ha, bu yerda ichi ko'rinishi bor. Ha. Bular 7 sm bazalt bilan izolyatsiya qilingan, bu stiklovata bilan 2 sm stiklovata. Buni bundan farqi bular yomg'ir yoqqanda, misol uchun issiqlik bo'lib, nam bo'lib, issiq sovuq bo'lib, o'zida nam bo'lib qolib, konsert yoki shilak ushamaydi. Ya'ni nerjaveka material bo'lganligini hisobiga oddiy suv quysangiz ham seqonib tushib ketadi. Past keramikaga o'xshagan. Ha. Bu keyin rasxodingizni tejaydi. Qanaqa qilib tejaydi? Misol uchun rasxod tejaydigan moslamamiz ham bor, uni ko'rsatamiz hozir. O'sha kondensat shilak bo'lib qolib, to'lib qolganning hisobiga pastdan ham tutun qo'yadi, ham yonaveradi, issiqlik chiqmaydi, katyolni o'zida dimlanib turaveradi, issiqlik berish darajasi pasayib ketaveradi. Bu narsa bo'lgandan keyin bizga nisbatan bu nerjaveka o'sha kondensat shilak bo'lmaganning hisobiga issiqlik chiqib ketish darajasi yoki issiqlik berish nimasi ham o'ziga yarasha bo'ladi bularda. Ya'ni bularda ko'proq ushlab turadi. Yana bitta varianti, bunaqa variant ham unaqa qilingan, ha? Bu zaslonkali demohot. Misol katyolga joylashtirilgandan keyin buni o'zini regulyatori bor, o'sha regulyator orqali rasxod tejash, ya'ni bu tutunni chiqarib yuborish darajasini pasaytirish. Misol tutunga qo'shilib ham ma'lum bir issiqlik chiqib ketadi. O'shani oldini olish maqsadida bu moslama ham qo'yilgan. Bularni ham qo'yib beriladi. Bularni ham zakazga qo'yib berilaveradi. Ha, misol uchun oddiy обычный holatda, misol uchun bu yerda rasxod tejanmaydi, tutunga qo'shilib issiqlik chiqadi. Misol uchun buni kamaytirsa bo'ladi yoki to'liq yopishsa bo'ladi. Baribir oz miqdorda bo'lsa ham tutun chiqib turaveradi, lekin ichkariga qaytmaydi. O'shani oldin olingan bunday. O'shani oldin chiqilgan. Demak, pozitsiyasiga qarab, turiga qarab, anaqasiga qarab bemalol dog'lasa xohlagan versiyalarda olsa bo'ladi. Bunkersiz variantini 50 kvadratdan 100 kvadratgachasi bor. Bular $350 dan $500 chiqadi. Bularning ham ichi lis bo'lmaydi, chugun bo'ladi. Bularda ham chugun bo'ladi. Ichiga zapravka qilinadi. Bular o'sha 3 ta, 4 ta, 5 ta xonagacha mo'ljallangan bo'ladi. Bularda ichiga zapravka qilinadi, yongan kulni pastga tushadi, pastdan kuldondan bo'shatib. Endi bularda bitta minusi, bular 2-3 soatda bir marta qarab turish kerak. Bu aqlli katyol bas. Aqlli katyol bas. Ha, bularga misol bitta solib qo'ysangiz, 3 sutkagacha bemalol qaramasdan bitta nastroyka belgilab turib foydalanishsa bo'laveradi. Ketaveradi. Ha, bular bunkersiz variantimiz, misol bular 50 kvadratdan 100 kvadratgacha bo'lsa, bu yerda 150 kvadratdan 500 kvadratgacha bo'lganlar ekan. Bular ham shunaqangi. Ha, ichlari kitob sistema. Ichlarida bularning ham asosiy yonish joylari chugunli. Chugun bo'ladi, mana desa. Chugunli bo'ladi. Bu ham issiqlik ushlab turadi. Bularga ham 2-3 soatda bir marta zapravka qilib turiladi. Bularda ham o'zining regulyatorlari bo'ladi. Hammasini, misol gradusga yetganda ventilyatorning оборотini pastlatadigan. Pastlatadi. Xo'p, bu nech puldan boshlanadi? Xo'p, bularimiz 150 kvadratligi $650 dan boshlanadi. $650 dan boshlanadi. Xo'p, endi ko'pchilik qiziqadigan narsa, hozirgi kunda narxi nech puldan boshlanadi bularga? Ya'ni aqllilarimiz. Ha, xo'p, aqllilarimizniki 150 kvadratlilarimiz $849 dan $2000 chiqadi. 200 kvadratlilarimiz $950 dan $2200 chiqadi. 300 kvadratlilarimiz $1050 dan $2500 gacha. 400 kvadratligimiz 1150 dan 2600 gacha.
500 kvadratliklarimiz 1300 dan 2700 gacha chiqadi. 2700 Ha, bularda hammasini modellari bor. Katyol o'zgarmaydi, faqat aytganimdek motori katta kichkina, garelkasi chuqur, ichki kabinasi chuqur bo'lishi, bunkerini katta kichikligi, keyin yana bir ma'lum bir kichkina bo'lgan nima jihozlarda o'zgarish bo'ladi, hammasi pozitsiyalarida. Ha. Pozitsiyalarda. Ya'ni oddiy misol mana buni ichida ko'rayotgan bo'lsak, nержавейка. Qoya misol uchun edi, bularda nержавейка yo'q bo'ladi. Shunisiga qarab ketaveradi. Modellariga qarab hammasi o'zgaradi. Misol motor katta kichkina, motorda ham ancha ahamiyati bor Katyolga. Motor baquvvat bo'lsa, ko'mir tanlamaydi, bemalol aytilaveradi. Bemalol ketaveradi. Undan tashqarida juda ko'p hali video qilyapti. Bundan oldin esingda sehrli qutisi deb turib rosa qildik. Qora quti, sehrli quti deydilar. Xo'p, bu qaysi modelga qo'shib beradilar? Bu Optima 1, Optima 2 modelida bo'ladi. Optima 1 modellaridagilar 10 soat, 15 soatgacha standart chiqadi. Optima 2 modeldagilar ham xuddi shunaqa. Bularni misol bizda 15 soat, 20 soat, 24 soatgacha ushlab turadigan, 30 soatgacha ushlab turadigan akkumulyatorlari bilan ham bor. Ular qo'shimcha narx bo'ladi Katyolning narxidan tashqari. Katyolning narxidan tashqari hisoblab beriladi ular. Hisoblab beriladi. Ya'ni misol 100 kvadratmi, 200 kvadrat metr olasizmi? Bunisini siz necha soatligiga qarab turib, shunga qarab narxi plus minus bo'lib qo'shilib ketaveradi, xudo xolasa. Bu qolgan modellarga yoki bo'lsa отдельно sotilmaydi bu. Faqat Optima bilan birga beriladi. Ha, Optima bilan birga beriladi. Agar qolgan modellarga qo'shib beringlar degan bo'lsa, undan o'sha Optima 1, Optima 2 modelini olsa arzonroq tushadi. Arzonroq tushadi. Ha, Ultra modelini olib turib buni qo'shaman degan bo'lsa, Optima modeliga 1,5 barobar qimmat tushadi. Undan birovlar o'sha komplektidagini olsa, o'sha arzonroq tushadi. Juda ham zo'r. Xo'p, bu 2026-yilda modellari do'stlar, yangilangan versiyada qora, juda ham matviy holatda, juda chiroyli holatda chiqqan. Bu o'sha eng trendda bo'lgan 2025-yilda rosa portallayotgan smart variantdagi o'sha Katyollar deganimiz hamda Aristonli varianti hisoblanadi. Xo'p, bulardan ham bor. Bulardan ham nalichida bor. Sotuvda nalichida bor. Xolasa 2025-yil model, xolasa 2026-yil modelda bemalol xarid qilsa bo'laveradi. Smart anaqa variantlari ham bor, 25 dan 26 dan ham bor. Iloji boricha xonadonga bo'ladigan bo'lsa, smart Wi-Fi'ligini tavsiya bermaymiz. Nima uchun? Smart Wi-Fi'likni biz dachaga tavsiya beramiz, ya'ni masofadan turib, klientga borgungacha yarim soat, 1 soat olib bitta graska belgilab qo'yib qo'yadi. Sonra klient kirgandan keyin yarim soat, 1 soatdan keyin o'chirib qo'yadi. O'zi bu uy mo'tadil holatga keladi. Agar buni xonadonga qo'yib foydalanaman degan bo'lsa, Wi-Fi signallari misol uchun pastlab qoladigan bo'lsa, 10 tadan oshiq odam ulanadigan bo'lsa, o'zi avtomatik Wi-Fi o'tiradi, signal pastlaydi. Ha, megabit sekund pasayib ketadi. O'shanaqangi payt nastroykadan chiqib ketib qoladi. Yana boshqatdan nastroyka qilish kerak bo'ladi, rasxotini to'g'irlash kerak bo'ladi, grasini belgilash kerak bo'ladi. Qari odam, xotin kishi, ayol kishi bo'lgan bo'lsa, tushunishi qiyin. Bizga o'xshagan yoshroq odam bo'lsa tushunaveradi, lekin xonadonga qo'ygandan keyin o'zi как положено katta odam uni tushunmaydi. Iloji boricha Wi-Fi smartsiz oddiyroq pozitsiyasini tanlasa bo'laveradi. Tanlasa bo'laveradi. Juda ham zo'r. Xo'p, buni narxi necha pul chiqadi 2025? Bularda 300 kvadratliginiki, hop, $1000 dan boshlab 2450 gacha chiqadi. 2450 gacha chiqadi. Bunkeri xuddi shu holatda bo'ladi. Bunkeri 180 kilolik bularda ekan, bitta zapravka qilinadi, sutka davomida bemalol yoqilaveradi bularni ham. Juda ham zo'r do'stlar, mana shunday holatda. Demak, xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi. Narxlari do'stlar esingizda qoldi deyman. Xohlagan variantlarda bunkerli, bunkersiz 2026-2025-yil qaysi xonadongami, ofisgami, ishxonagami yo dachagami shunga qarab aloqaga chiqadigan bo'lsa, hammasini xudo xolasa joyiga qarab turib aloqaga chiqishadigan chiroyli narxlarda qilib berasiz. Har juma kuni aloqaga chiqsa $50 chegirmasi bor. Har juma $50 skitkasi bor. Xudo xolasa. Bizni kanaldan chiqib chiqadigan bo'lsa, yana ozmas chegirmalar qilishadi. Xudoga rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat.